5. qismi. U kelib o'ltiribla, onaga çay qo'yib beray deganimga qaramay, qo'limni tutib yeniga o'ltirg'izdi. Hamda og'aylar bilan jam bo'lib qolib ichib qolganligi. Uyiga borganda ota-onasining onunga: "Sen qachongacha bo'ytoq yuraysan? Qachonroq to'yingni qilmoqchisan?" deb achchiqlab ketganligini deb berdi. Men onunga: "Siz ham yosh kelishgan, shunchalik yaxshi. Mening sizga cho'qim nahayt esa loyiqdan biri chiqdi" deb tasalli berdim. Ham uning ashu masalatiga malham bo'lsin deb uni televizor ko'rib o'ltirib turishga buyurib, oshxonaga chiqib, suyuq salang bir narsa etib berishni o'yladim. Men oshxonada uningga tamoq etayotgan chaqda u tuyuqsizla oshxonaga kirib orqamdan quchoqlab oldi. Ham menga: "Siz degandek menga undaq izil loyiqlarning lozimi yo'q. Sizni yaxshi ko'rib qoldim. Menga siz bo'lsangiz bo'ldi" deb turib oldi. Uning bilan tanishgandan buyon u menga ko'p yaxshiliklarni qildi. Uning bu qilganlari uzoqdan beri yuragimda uningga hurmat ham yaxshi ko'rishni paydo qilgan edi. Bundaq chaqda men qandaqmi uningga men bir qatim to'y qilib ajrashib ketganday. Zot qandaq qilay? Daniyar menga o'ylashga fursat bermadi. Meni chaqqonlik bilan oldiga qartib, yuz ko'zlarimga suyishga boshladi. Oningdan gupildab haraq pivining puruqi kelib tursimu, ammo uning quchoqlab suyishlari bilan men kontrolligimni yo'qotib qo'ydim. Atsi o'rnimdan turibla nashtilik tayyorlab qo'yib ishga ketib qoldim. Shu kuni ishga kelib butun bir kun oqshom yuz bergan ishlar haqida o'ylanib o'zimni bak ayblab ketdim. Haqiqiy ahvolni uningga aytmaganimga, o'zimni tutib ololmay qolganimga bakli o'kindim. Daniyar ishkimizning aramizda shu ish yuz bergandan keyin u toki 4-5 kungacha o'zining qarisini ko'rsatmadi. Men ham o'zimni ayblaydim. Ham Daniyarning kelib qolmasligini umid qilatdim. Biroq kunlar o'tgan sari uni ko'rgim kelib sig'inishga boshladim. Navoda u kelsa, cho'qim haqiqiy ahvolni uningga aytaman. Hamda uningga baxt tilab boshqa bir joydan ijaraga uy tepib ko'chib ketaman deb o'yladim. Oradan dal bir hafta o'tganda ishdan qaytib kelib turishim u uchsiga qarxurum chapan Padişahlar iştini kaygan holda uyga kirib keldi. Hamda kelibla meni quchoqlab ahvolimni so'radi. Men uni ilgari buncha kelishgan salopatlik holda ko'rib baxmagan ekanman. U o'ltirgandan keyin o'zining bir haftalik ishkirga xizmat munosabati bilan berib kelganligini aytdi. Hamda buningdan keyin aloqalashib turishimizga qulaylik bo'lsin uchun deb menga bir telefon sovg'a qildi. Men shuncha xo'shal bo'lgan bo'lsam-u, lekin sovg'atni qabul qilishga unmadim. Chunki bu telefon xilli qimmatdek turadi. U telefonni olmasam xafa bo'lib qolganligini aytib turib oldi. Men amalsiz telefonni qabul qildim. Men uningdan tamoq yegan-yemaganligini so'rsam, qo'rsiqining intayin echib ketganligini aytdi. Men uningga tamoq etib berish uchun oshxonaga kirdim. U lag'manga bek amroq bo'lg'achqa kunda degdek u kelib qolsa etib berarman deb pilti tayyorlab qo'yatdim. Hashpash tugicha tamoqni tayyor qildim. U lag'manni nihoyatda ishtaha bilan yeb, pek o'xshabdi. Rahmat sizga deb maqtab ketdi. Tamoqdan keyin u sizni kinoga apray deb unmaganimga unmay meni mashinasiga solib kinoxonaga elib bordi. U qo'rqinchli kinolarga bekli amroq ekan. Şoňa onun tanlaşı boyunca biz ko'zimizga ko'zoynak taqab kino ko'rdik. Kinoni ko'rib tugatgicha qancha qatimlab vaqirib salganimni bilmayman. U ha deb qo'llarimni ching tutib oladi. Oxiri kinoni tugatib uyga qaytib keldik. Yo'l bo'yi
Kino to'g'riliq deyishganlarimiz oz kelgandek uydimi yana shu kino to'g'riliq nurg'un gaplar bo'ldi. Men umrimda ko'zoynak taqib kino ko'rib baxmaganligimni, heliqi yo'lbosh shirlarni ko'rgan chig'imda yuragimning chiqib ketayli deb qolganligini deganimda, yana hozir men tursam, nimadan ansiraydingiz? U shundaq debla meni quchoqlab, bugun oqshom qaytib kelsam, sizni qo'rqinish besib uxlay olmaydigan o'xshaysiz. Şoň qaytmayman, debla meni suyishga boshladi. Men o'tgan qatim aramizda shu ish yuz bergandan keyin endi yana shu ish bo'lib qolsa, cho'qim o'zimni tutib olman. Onunga haqiqiy ahvolni aynan deyman deb o'ylagan edim. Lekin nemishqikin uning menga yiqilishi bilanla o'zimni kontrol qila olmay erib ketdim. Bizning aramizda shu xil munosabat ko'paygan sari men onundan ayrılanmas darajaga berib qoldim. Axir bo'lmay uningga haqiqiy ahvolni aytdim. U menga mening ahvolimni aramizda tunji shu ish yuz bergan chaqdala his qilib bo'lganligini, meni rostila yaxshi ko'rganligini, ota-onasiga men to'g'riliq so'zlab berganligini, ammo ota-onasining qo'shilmaydiganligini, shunglashqa qoyil qilishga ma'lum vaqt ketganligini deb meni bazladi. Aradan 2 oy o'tgandan keyin men tuyuqsiz o'zimdagi benormallikni bayqadim. Doktorxonaga berib tekshirib, bo'yimda qolganligini bildim. Ko'nglimda nihoyat xushal bo'lsam-u, lekin to'y qilmay turibla bundaq bo'lsa bo'lmaydiganligini o'ylab, andishiga cho'kdim. Doniyor bu xabarni anglab dastlabda intayin xushal bo'ldi. Uning deyishicha, endi aramizda bola paydo bo'lgandan keyin to'y ishimizmi osonga tushadi ekan. Biroq uzoq o'tmay bir kuni u ishqimi barmay meni doktorxonaga elib borganligini aytdi. Men nemish bo'lganligini so'rsam, qat'iy javob bermadi. Hamda ota-onasining bu balni e'tirof qilmaydiganligini, balani oldirib aytgandan keyin anda ishimizning to'y ishiga qo'shildiganligini, agar undaq bo'lmasa, Doniyorning varislik huquqi bo'lmaydiganligini dedi. Men shu qadar azoblansam-u, o'zim shunchalik yaxshi ko'rgan har uchun bu baladan ketishga rozi bo'ldim. Doktorxonadan chiqqan chaqda tenim bakla ojizlab ketgan edi. Doniyorning yaxshi kutishi bilan men bari-bari aslimga qaytdim. Bizning xushal kunlarimiz davomlashyotdi. O'ylamagan yerdan yana bo'yimda qopdi. Bu qatim Doniyor bu ahvolni bilib menga bakla ochiqlab ketdi. U menga, men hozir ishimizning to'yini deb, ota-onamni qoyil qilay deb tursam, siz nimishga diqqat qilmaysiz? Debla vaqirab ketdi. Ko'nglim bakli yerim bo'ldi. Men uningga, uydagilar texnik qo'shilmadimi? Agar ular meni tuvan ko'rgan bo'lsa, hech gap yo'q. Siz shunchalar kelishgan ham o'qimishli yigit. Sizga loyiq samandek. Men aslida to'zg'an bir gul. Men endi bo'ldi qilay. Men bu yerdan ketay, dedim. U menga o'zining gapini xato tushunib olganligimni, ko'nglimga azor berish niyatining yo'qligini, rostilla meni yaxshi ko'rganligini dedi. Men Doniyorga, endi bu qatim bu balani cho'qim tug'ay. Oldingi qatim men ham ruhiy, jismoniy jihatdan qattiq azoblandim. Sizdan o'tinib qolay, deb yig'lab turib oldim. U mening bechor holatimga qarab ich og'rib qoldim-u, ma'qullik bildirib yaxshi aram elishimni aytib ketib qoldi. Aradan necha kun o'tgandan keyin uyga tuyuqsizla bir xonim keldi. U uyga nihoyat adab bilan kirib o'tirdi. Hamda o'zini tunishtirdi. U asli Doniyorning opasi ekan. U xonimning deyishicha, Doniyor asli oliy maktabda o'qiyotgan chaqda bir qiz bilan muhabbatlashgan bo'lib, u qizning turishlik joyi Urumchidan xilili yiroq bo'lg'achqa, u qizning ota-onalari qo'shilmay ayrilib ketibdi ekan. Ana shuningdan keyin u shu qizni unutib ketolmay azoblanib yashab ketdi. Bizning aramizda bola paydo bo'lganlik xabarini xonim anglab xush bo'lgan bo'lsa-mu, lekin dadasining mijozi bakli chust bo'lg'achqa bakli ochiqlab ketibdi. U xonimning yana deyishicha, ular mening tegimnimi aniqlab bopdi. Garchi u xonimning bu ishga roziligi bo'lsa-mu, ammo
Hamma qarorni dadisi chiqaradigan bo'lg'achqa bu ishning boshqa chiqmaydiganligini menga tushuntirdi. Hamda xonim menga keyingi kunlaringizni yaxshi o'tkazarsiz deb 15 ming yuan pul tangladi. Men xonimga Doniyorning meni yaxshi ko'rdiganligini, mening uni jinimdan ortiq yaxshi ko'rdiganligimni tizlanib yurib aytdim. Lekin xonim o'zining saqsizligini aytib, ishlar shundoq bo'lsin, bizni kechiring deb aldirab ketib qoldi. Men yig'ladim, qaqshidim. Taqdirimning bunchalik adolatsiz ekanligidan qattiq zarlandim. Lekin buninglik bilan nima o'zgarib qoladi? Men oxiri bu uydan ketish qaroriga keldim. Ketish oldida Doniyorga bir parcha xat qoldirib qo'ydim. Qadrlikim Doniyor, qushlar ichida qarlag'ashni bek yaxshi ko'ratdim. Qarlag'ash atiyaz faslida kelib, kuzda yana makoniga qaytib ketadi. Balkim menmu ashu qarlag'ashlar ichidagi birsidirman. Siz bilan tanishgan qisqagina yarim yil vaqt jarayonida haqiqiy yaxshi ko'rishning zodin nimaligini haqiqiy his qilib yetdim. Apingiz nihoyatda esil, tepilg'usiz bir ayol ekan. O sizning tunji muhabbat kechirmishingizni yig'lab turib menga so'zlab berdi. Dunyoda tunji muhabbatni unutishdan tas ham azobli ish bormi? Gerçi men tunji muhabbatingizga yetolmasam-u, lekin menga ato qilgan mehr, sevgingiz uchun sizga rahmat aytaman. Ota-onangizning orzusi bo'yicha keyingi turmush ishingizni yaxshi o'rinlashtirasiz. Sizni shunchalik yaxshi ko'rsam-u, sizdan ayrilish qiymasam-u, ketishga majburdirman. Balkim bu tanlashim har ishimizga ham cho'nglarga yaxshidir. Xayr, men ketdim. Men pul, telefon, oshqushlarni ustal ustiga qo'yib chiqib ketdim. Qadamlarim ig'ir, ko'zlarimda liqqidi yosh. Nachora. Balkim ilojsizlikning dardini beshiga kelmaganlar his qilib yetolmasa kerak. Uning meni izlab tepib olmaslik uchun tikchilik do'koniga qayta bormadim. Shu yillarda topgan pullarimmo xeyli ko'p bo'lib qolgan edi. Men burungi tikchilik do'konida ishdan oyiqi parlab tikishning nihoyatda ittik savdo yaratganligini bilgachga o'z oldimga do'ka echib ko'chalarda tinab yurgan qizlardan bir ishkini o'zimga tortdim. Ular o'zlari erishgan bu chiqish yo'lidan rozi bo'lib, yomon yo'ldan qaytib tirishib ishladi. O chaqda qo'rsqimdagi balamga 4 oylik bo'lgan edi. Men do'kon o'rnini nihoyat to'g'ri tanlagan bo'lg'achqa, savdo intayin yaxshi bo'ldi. Gerçi o'z setvolg'idek uncha ko'p pullarni tepish meningdan yiroqda bo'lsa-mu, lekin balam uchun tirishib ishlash mening birdan-bir kurash nishonim edi. Kim bilsin, bir kuni men bozordan narsa kerak setib olib yo'ldan o'tib ketayotganimda, tuyuqsizla oldi tarafda Doniyorning kelayotganligini ko'rib qoldim. O meni ko'rmagan edi. Men o'zimni oningdan qochirman deb keynimga o'rilishimga, menga o'dil kelib ma'gan bir erkishiga so'qilib ketib, yiqilib tushdim. Dal shu asnoda ittik surat bilan yo'lda ketayotgan motosiklet meni besib o'tib ketdi. Chidag'usiz bir xil og'riq bilan tang o'shimdan ketibdiman. Ko'zimni ochganimda qo'limda osma gul turardi. Doniyormo yenimda o'ltirardi. Onun ko'zlari qizirib ketgan bo'lib, qaraganda men uchun xeyli azoblanib, yosh to'kkandek qiladi. O men yetib ketgandan keyin meni rasli izlabdi. Yurtimga berib surishti qipti. Lekin hech qanday izdirikimni ola olmabdi. Uydagilar bilan jidallashib, dadasining qon besimi o'rlab doktorxonaga kirib qolgan chaqda, opasi yo'l mongib yurib, tuqqanlarning bir qizini qo'shib qo'yibdi. Uni mendan ham balasidan ayrilish azobi bekla azoblagandek turadi. O mening shu holga tushib qolganligimni bilib, o'zini qattiq aybladi. Hozirgi ayol bilan ajrashib ketmoqchi bo'ldi. Lekin men buningga qo'shilmadim. Unda qilsa, dadasidan ayrilib qolganligini aytib, uni qoyil qildim. Bir odam uchun shunchalik muhabbatning o'zi yetarlik.
Salomatligimmi to'liq asli kelmagan bo'lsa-mu, uning kelmagan fursatidan foydalanib do'kondagi qizlarning yordamida boshqa bir doktorxonaga yo'tkilib oldim. Mening bu tanlashim hammamizga foydali edi. Men do'kondagi qizlardan ishonchlik birsiga do'konni topshirib qo'yib yurtimga qaytib keldim. Mening kelishimdagi maqsadim mushu yerda cho'ng ko'lamdagi bir tikchilik do'koni ochish. Jamiyatdagi noto'g'ri yo'llarda ezib qolib chiqish yo'li topolmay qolgan qizlarga yordam qilish. Ularni to'g'ri yo'lga boshlash. Atiganda beshimga kelgan bu qismatlarni o'ylab ichimdan tuyuqsizla yig'i tutib qoldi. Yurtga borsam, yurtda yanada men to'g'riliq gap so'zlar, tuqqanlarning topi-tanilari. Men bularga faqat chidamay, yana yiroq bir joyga ketkim keldi. Shu asnoda siz ko'z oldimda paydo bo'ldingiz. Holimni so'radingiz. Shu chaqda rahmatlik akamni ko'rgandek bo'lib tuyuqsiz yig'lab ketdim. Beshimga kelgan bu qismatlarni sizga qisqacha so'zlab berib, hozir o'zimni xali yangilab qolgandek his qildim. Sizning meni singlim deb chaqirishingizdan shunchalik suyundim. Sizdan bek minnatdor bo'ldim. O qizning bayonlari shunday qilib oxirlashdi. Uning hasratli kechmishlarini anglab, uningga shunchalik hesdoshlik qildim va qoyil bo'ldim. Adash, biz odamlar ba'zida turmushni tanlay olmaymiz. Turmushdan iborat bu imtihon maydonida beshimizga qandoq kunlar, qandoq qismatlardan kelishini oldin paras qilolmaymiz. Ammo bu qiz beshiga kelgan kulfatlardan hadisa o'zi sabablik, o'zini ayblik deb hisoblaydi ekan. Rost shundaqmi? Yo'q. Meningcha undaq emas adash. Qaysar eg'ir bir o'q tortib qo'yib, yana bir ro'mga ko'tarib o'tdi. Men uningga o qiz bilan bo'lgan ishning oxiri qandoq bo'ldi degandek tikilib qoldim. O so'zlarini yana davomlashtirdi. Men o qizdan sizga qandoq yordam kerak bo'lsa, menga dang, qo'limdan kelishicha sizga yordam qilaman dedim. O qiz mening telefon nomerimni yozib olib, yordam kerak bo'lsa, cho'qim sizni izlayman deb ketib qoldi. Aradan bir qancha kun o'tgandan keyin u tuyuqsizla telefon qilibdi. Telefonda u o'zining xalq baxchisining yenda ekanligini, mening tezroq kelishimni aytdi. Men uning bilan ko'rishdim. Shu chaqda u do'kon qilishga bir o'rinni ko'rganligini, lekin bahosining bir qimmat ekanligini, ijara haqida kelisholmayotganligini aytdi. U shunchoq yaxshi niyatlarni ko'ngliga bukkan bo'lg'achqa, men uningga behli qoyil bo'ldim. Uning bilan bilib berib qarsam, o'rin haqiqatan nihoyat yaxshi joy ekan. Shunlashqa qimmat bo'lsa-mu maylidan, kam qilgan joylarga mana men yordamlashib hal qilishib beray deb uningga 30 million pul berdim. Shunda qilib u tijorat boshlab ketdi. Shu kundan boshlab uning bilan doimligidek ko'rishib, do'kon ahvol to'g'riliq paranglashadigan bo'ldik. U o'zining plani bo'yicha jamiyatda ish kutib turibotgan bir qism chiqish yo'l topolmay yurgan qizlarni o'ziga tortdi. Dastlabda uning tijorati degandek o'ngishli bo'lib ketmadi. Lekin vaqtning o'tishiga ergashib, ular qilgan ishning sifati intayin yaxshi bo'lg'achqa, xaridorlarni rozi qilib, bara-bara savdo ishlarimi yurishib ketdi. U bu ahvollardan o'zining intayin xushal ekanligini menga deb berdi. Biz ana shunday ko'rishib, aloqalash jarayonida men uni yaxshi ko'rib qoldim. Lekin u mening ko'ngil izorimni rad qilib, men behli ko'p azor yeb ketdim. Ko'nglimning yana davomli azoriyishini xohlamayman. Siz to'y qilmagan yigit. Shunga o'z baxtingizda teping. Sizdek oq ko'ngil bir kishiga cho'qim eng isillari chiqadi deb turib oldi. Adash, odam deganning eng avval axloqiga baho berish kerak, shundaqku. Boshqa narsaga emas. Men uningga ko'ngil izor qilgandan keyin uning menga tutgan yaxshi muomalasida hech qanday o'zgarish bo'lmadi. U izchil menga intayin yaxshi muomala qilib keldi. Shunlashqa o'zimni nihoyat xushal his qilib kelgan edim. Biroq 2 oy bo'ldi adash, u qiz tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Do'kondagilarmi uning hech qanday izlarini bilmaydi ekan. Hozir men
xuddi ko'z qirchig'imni yitirib qo'ygandek turmushim qop-qorong'i bo'lib qoldi adash. Qaysarning bayonlarini anglagandan keyin uning haqiqiy oshiq bo'lganligiga xushal bo'ldim ham qoyil bo'ldim. Shundaqla uning tatgan azoblariga eslashlik qildim. Men astag'ina uning murisin tutib, eng umidlik tasalli so'zlari bilan uni xotirjam qildim. Hamda uningga yordamlashib, butun kuchim bilan u qizni izlab tepishga, to'y qiladigan chog'da uningga qo'ldosh bo'lishga va'da berdim.